Nozimjon, yaxshimisan? 2 kilo kartoshka tort. Cho'qing to'y bola. Alanga ekan. Davay. Ko'rib qolmasin, tez to'yib oling. Yaxshilar fizodi qiling. Ertaga jangingiz bor, xo'pmi? Makallarga aralashmay, ular hayotni barbod qiladi. Davay, yurasiz konsofga. Ko'ryapsan, Brusli ham pechenga solyapti. Siz ham pechenga solishni o'rganishingiz kerak. 2 sekundda to'g'adalab qo'ysangiz bo'ladi. Kuzating. Bitta bilan turib olib qichqirmang, obat, ichcha uxlaylik. Davay, atboy. Derajdenelar qulluq bo'lsa bitta puf deb qo'ying, ha, bo'pti mana. O'rniga puf deb qo'yaman. Umrimga, baxtimga qo'yaqda silliq bo'lib yuravering. Qayga olib boring? Ha? Bo'ldi, masajga olib boraman sizni, to'y bola. Yes, tashlamasangiz bo'lmaydi-da. Sizni raqibingiz yengil ekan. Shuning uchun sauna qabul qiling dedi. Masaj olib borasizmi? Agar mana shu bo'yda yutadigan bo'lsangiz, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 20% ni to'lab, qolgan noy-moy to'lab yashayveramiz. Yangi uy olamiz Xonsaroydan. Hoppa, o'g'il bola. Masaj chaqiruvmi deylar? Kim masaj oladi? Siring bitta tayski masajingizdan qilib qo'ying, men tashqariga chiqib turaman, ha? Nima bo'ldi xo'razimga? Nima bo'ldi sening? O'zidan so'rang. Unaqa narsaga kelishilmagan. Endi oshirib yordingiz, xo'roz bola. Nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi? Qizcha. Yaxshi ham o'g'il bolaga tayyorgarlik qilib qo'ymanmiz, qara. Mayli, umri bilan bergan bo'lsin. 2 Ko'k chiqdi, nima bo'ldi? Voy, o'g'il. Qayerdan bildingsan o'g'illigini? Hali qorning chiqqani yo'q. 21-asrda yashayapsiz-ku. Lekin kalendarga qaradik. Sadosh aytuvdi-ku, dushanbadan seshanba oqshomiga deb. Voy, qanday. Hozirda endi shu o'g'ilchamizni sunnat to'yiga aytmoqchi edik. Bo'ldi? Boramiz, gap bo'lishini ko'ramiz. Qachon? Hali tug'ilgani yo'q. Qornida bor, lekin o'zingda ko'rsatamiz. Ha, kalendarga qarab, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi o'g'il dedi, o'g'il. O'g'il bo'ldi. Endi biz erta kelganimiz sababi ungacha bironta hit-pit qilib turing demoqchimiz. Bekor o'tirmasin-da. Ha, bekor ko'k jiguliga o'xshagan zo'ridan bo'lsa. Tug'ilmasin bo'lmasa? Rahmat. Men tayyorgarlik ko'rib turaman. Qatarga yomon tiqqansiz uzoqdan. Aka, shu bo'lajak o'g'ilchamizni sizga shogirdlikka bermoqchi edik, akajon. Olamiz. Qani farzandinglar? Olib keldinglarmi? Yo'q, hali tug'ilgani yo'q. Hali qornida, o'zida bilyapti-ku o'sha o'g'illigini. Shunaqa tepadi, bir tepadi bor-ku. Mana sherimga kelib keta qo'yaman. Tepyaptimi? Qilib qolaman. Oyog'i ham uzun ekan. Sizga o'xshaydi. Oling. Oldin tug'ilsin. Keyin olib kelasiz. Bo'ldi, yozib qo'ying. Abduqodirga ayting, sal padeshka qilaylik, tortsa Manchesterga. Bu bo'ladigan, sochlari ham uzun. Ha, uzun sochlar. Nim deb silkiladi. Ya, onaning qornini sochi. Uni oldirib tashlaymiz keyin. Unda sartarosh gaplashib kelaylik. Jo'ra, sani gender tengliging nima chiqdi? Patidi. Ha, gender patring nima chiqdi? Qiz chiqdi bizda. Bizniki o'g'il chiqdi. Qara, endi o'g'ilchamizga borki, kelin qidirib yurgandek. Shunga sani qizingni olsak bo'ladimi? Tonisi yo'qmi? Endi bir noto'g'ri tushunma. So'rab, surishtirib ol degan. Suv loyqa emasmi? Yo'q, tozadir. Yaxshi. Kelin nima yeyapti? Sifat shirinligidan yesin, sifatli bola tug'iladi. Bu hozir trendda. Buni zero degan chiqqan, shakarsiz. Saxiri borlar ham yesa bo'ladi. Men shunday edi. Kenjola to'plarni men Telegramga tashlab yubor, ko'raylik. Ha, ko'zini rangi qanaqa? Ko'z rangini kirishimiz kerak. Bo'ldi, bu ham xalq. Zayn qilib qo'y, xo'p? Onasi yaxshi tug'ib oldingmi, nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bir surpriz qilib chiqmoqchi edim, o'g'ilman mana deb. Oldindan bilibsizlar, qanday bildinglar? Men unday qilib ataylab yotuvdim men, yashirib. Qanday bildinglar? Rahmat aka. İşini yapma, işini yapma. Oy, vallahi o ayağını kaynatış gerek. O'ta krasota. Oyi, topingman, qaysi o'g'lingizman? Ozodbek o'g'lim. Qatdan bilib qo'yasiz, oyi? Ha, oyog'ingni hidi birinchi o'zingni oldin kirib kelgandan keyin bilaman-da. Shu. Bor aptekaga borib, bu narsa olib surgin oyog'ingga. Yangi yilda yana sharmanda qilmagin. Hop, mana gulingiz oyi. Yo'q, aytma. Yaxshi qiz, tuzukmisiz?
Sizni ham oyog'ingiz sasiydimi? Yo. Nima bo'ldi o'zi? Kecha meni to'yim bo'ldi. Erim tabletka ichadigan narkoman bo'lib chiqdi, uydan qochib ketdi. Narkomanlardan qo'rqish kerak. Sen hozir mana unga kirasan, pasportim, pullarim, telefonimni olib chiqib berasan, keyin men chetga ketaman. Tushundingmi? Assalomu alaykum. Elektrik edim. Shu uchun rasmga olsam maylimi? Gap. Assalomu alaykum. Svetdan keldim. Shu rasmga olishim kerak edi. Sherigi ovatdi-yu. Bu rayonga men o'zim qarayman lekin. Mana. Kir. Kravatni sho'chiga almashtiryapsanmi? Ke. Duxbona dux yaqinroq. Qale. Yeb. Oke, yoshimni onam tashlab ketganlar. Adam yomon ko'radilar va velosiped olib beradiganday olib bermaganlar, oke. Eski liniyada qolib ketibdi-yu bu. Mana shu ishni bekor qildik. Voy, bechora bola qolib ketdi-ya. Chiqib o'lib qolmasin-da. Men mana 30 tasini yoqib tugatdim. Hali kelmadi. Bu yerda bir gap bor. Xotinimni qattan taniysan? Pasportini nimaga olding? Gapir. Sazi bilan men ham gapira olmayman. Brat, o'lagan. Xotiningizni tanimayman. Qizim, shu yerda oyoq sasiydigan bolani ko'rmadingizmi? Kimni oyog'ini hidlab ko'rmadi. Sal dovdirroq bolani-chi. Ha, u meni uyimga menga yordam bergani ketdi. Hozir gapirasan. Och og'zingni. To'xta baq qara. O'g'limni qo'yvoy. Nima? Voy og'zingdan qoning kelsin, sen iflossan. Battar bo'l narkoman. Shunaqa ham tinch xonadon bo'ladimi? Ko'z tegmasin. Voy bolam, seni nima qilishdi bolam? Bolam, ko'zingni och. Voy o'zingga kel. Voy bolajonim o'zim, voy nima chiriksan? Voy yurdir bolam. Yur. Seni atinam, oningam meni topolmaydi. San qaqqa. Out in the street.